juda ham mevali marujna yegim keldi va yo'limizni boshidagi magazinga chiqib mevalar sotib oldim. Qulupnoy va banan. Men bunga olma ham qo'shmoqchi edim, lekin olmasiz ham o'zi idishimga to'la bo'lib, to'yimli, mazali chiqdi. Sizlarga ham buni ilindim. Marujna sotib oldim. Shokoladli marujna yoqadi menga. Shunaqa solib bering iltimos. Opa to'rt xilini tatib ko'ring dedi. To'rt xil qilib, ham shokoladli, ham qaymoqli, ham bananli qilib solib berdim. Juda ham mazali, juda ham va hammasini birgalikda aralashtirib desert tayyorlamoqchi bo'ldim. Bunga avval qulupnoylarimni tozalab oldim. Qulupnoylarimni tozalab, yuvib olganimdan keyin chiroyli qilib to'rg'ashni boshladim. Xuddi shu narsalarni oddiy holatda yeyishimiz ham mumkin, lekin bu holatda yeyish odamga boshqacha kayfiyat bag'ishlaydi. Shuning uchun sizlarga ham ilindim.